2026-yil 15-may Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani, Surxondaryo agroxizmatlar markazining Sho'rchi tumani, Denov tumani, Oltinsoy tumani mutaxassislarimiz Sho'rchi tumanida bugungi kunda sitrusli mevalarni yetishtirishni ommalashtirish, aholi bandligini ta'minlash, asosan yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan mana shu hududdagi Sherzod akaning xonadonida bugungi kunda banan yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Sherzod aka o'zining issiqxonasida banan yetishtirishni yo'lga qo'yish barobarida tumanning hududida ham ushbu o'simlikni ko'paytirish, shuningdek yoshlarning bandligini ta'minlashga o'zining qimmatli maslahatlari bilan, amaliy yordamlari bilan hissasini qo'shib kelyapti. Joriy yilda 7 gektar maydonda bananni yetishtirish bo'yicha issiqxonalar qurilyapti, hozir dastlabki ko'chatlar o'tkazilgan. Shu haqda o'zingiz fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Mana shu aytib o'tganimizdek, o'zimizning Sho'rchi tumanimizda 7 gektar maydonda hozir issiqxonalar qurilib, deyarli yarmi ekilib bo'ldi. Ekilib bo'ldi. Buni ekishimizdan maqsad mana prezidentimiz aytib o'tgandek, yoshlarni ish bilan band qilish. Prezidentimiz aytgandek, kambag'alchilikni qisqartirish bo'yicha ham mana shu yerda ishlar ketyapti. Hozir mana shu 7 gektarda hisob-kitobimiz bo'yicha kamida 100 ta ish o'rni yaratildi. Mana shu hozir ko'chatlar ekilgan, o'zgarish yomon emas, yaxshi. Hozir mana qolgan joyga mana ko'chatlarni ko'rib turibsiz. Mana shu ko'chatlar shu yerga borib ekilishga tayyor. Qolgan qismiga ekiladi. Qolgan qismiga ekilmagan joylarga mana shu ko'chatlar ekiladi. Bu issiqxona o'zi 4 sotixda, 400 kvadrat joy, 100 tup ekilgan. Boshida shu kamroq ekib turib, undan ko'paytirib, hozir 100 tup ekilgan, chunki bir sotixga o'rtacha 25 tup atrofida ketadi. Tup soni. Agar buni yillik daromadini ham aytadigan bo'lsak, mevaning bir nima deydi, bir kilogrammini ham aytadigan bo'lsak, bu sortni maksimalni bitta shoxi 30 kilogacha beradi. 30 kilogacha beradi. Shu hisobda agar biz o'rta hisobda 20 kilodan hisoblaganda, mana shu 100 tupda 2 tonna yilga hosil olamiz. Bemalol. Bizda shu mana shu Surxondaryo iqlim sharoitida issiqxonada yetishtirib, o'rta hisobda 20 kilodan olganda ham 2 tonna meva, shu banan mevasi olinadi. Buni borinki maksimalni narxda hisoblamasak ham, o'rta narxda 20 mingdan hisoblasak ham, endi daromadini ham aytib o'tishimiz kerak. Yil davomida bu meva teriladi. 1 yillik daromadi 40 milliondan 50 milliongacha daromad bo'lyapti. Bu bananni yetishtirishi, qishki, yozgi sharoitda yetishtirishi, yozgi sharoitda mana shu issiqxonalarning atroflarini ochib turib, ustiga hozir agro setkalar chiqib qolgan, yashil setkalar. Shuni yapamiz, sababi issiqqa yaxlit issiq o'zi uradigan bo'lsa ham bargini kuydiradi. Shuning uchun bu setka yopiladi. Qishki sharoitda setka olinadi, qishki shu sovuq paytlari -10 darajani tushirmasdan saqlaymiz. Sababi -10 dan tushirmay saqlasa, bu o'zgarishdan o'sayotgan bo'lsa o'sadi, hosil berayotgan bo'lsa hosil beradi, pishayotgan bo'lsa pishadi. -10 dan tushsa ham hech narsa qilmaydi-yu, faqat o'zgarishdan to'xtaydi. O'zgarishdan to'xtab turib, yana ma'lum bir issiqlik berilganda yana davom etib ketaveradi. Endi shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Agrotexnik tadbirlari, oziqlantirish, kasallik, hasharotlarga qarshi kurash bo'yicha ikki og'iz bir qisqacha tavsiyalarni berib o'tsangiz. Endi agrotexnikasiga keladigan bo'lsak, buni o'zi ekilishda yerni yaxshilab o'g'itlab, o'zimiz mahalliy o'g'itlab. Chunki buni men birinchi qiziqqan tomonim, bunda kasallik bo'lmaydi. Men o'rganib kelgan joyimda ham shunday aytilgan. Men shunday tajriba o'tkazdim, kasallik bo'lmaydi ekan. Bunga pashsha, zararkunanda bilan hasharot ko'plar tushmaydi ekan. Shira, bunday kasalliklar yo'q. Kimika dorilar bariga sepilib, ichini duv qilish shart emas. Agar hozir bilan yursa bo'ladi. Lekin hasharot uchun dori sepish shart emas. Kasalligi yo'q. Agrotexnikasi ham o'zimizning mahalliy o'g'itlar bilan o'g'itlantiriladi, ammo bu o'sha mineral o'g'itlar asosan mineral o'g'itlar beriladi. Vitaminlari bor, bahona joyda topiladi. Shu vitaminlar beriladi. Boshqa hech qanaqangi buni yo'q, yo'q. Hozir bu ko'chatimiz bundan oldin tayyorlanganda, bu ham tayyor bo'lyapti, o'zi bir hafta 10 kunda o'zi tayyor bo'lib qoladi. Hafta 10 kunda mana bu yaxshi boqilgan ko'chat, mana hafta 10 kunda bu mayda ko'chatimiz mana shu holatga keladi. Ekilishga tayyor. Chunki bu mana ildizni sig'masdan mana nima deydi, o'zining stakanning tagidan chiqib ketyapti. Ildizlar juda ham baquvvat. Yaxshi boqilgan, oziqalangan, yaxshi oziqlantirilgan, holati juda ham yaxshi. Zo'r. Ekilishga tayyor.